Ushbu loyiha Mikrokredit bank hamkorligida Qashqadaryo viloyat Nishon tumani Ko'ksoy MFda 9069-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda yong'oq ekilgan. Eni 200 metr, uzunligi 500 metr, jami 10 gektarni tashkil qiladi. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar ekilgan, o'nib chiqish va gullash jarayonida. Ekinlarni yetishtirish 90 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi va tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihada 10 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 1 gektar yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor, ya'ni Mixli Hasanovich fermer xo'jaligi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 2,5 tonnadan jami 25 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Kelajakda ekin maydonini kengaytirish va shu orqali dehqon xo'jaliklarining daromadlarini oshirish niyatidamiz. Nasib etsa, ikkinchi takroriy ekinga piyoz mahsulotlarini ekish rejalashtirilmoqda.